Endi har arteriya alohida ko'rsak, bu o'rta serebral arteriya, middle serebral arteriyasidagi jarayon hisoblanadi. Ya'ni bu yerda qizil rangda berilgan, mana ko'rib turibmiz. Qizil rangda berilgan bu o'rta serebral arteriyasi hududi hisoblanadi. Middle serebral arteriya eng katta hududni qon bilan ta'minlaydi. Agar bemorimizda bu sohada, ya'ni middle serebral arteriyada okklyuziya, bekilish bo'lsa, bizda kontrlateral, ya'ni qarama-qarshi tarafda gemiparez va gemigipesteziya kabi holatlar namoyon bo'ladi va ko'rib turibmiz, ko'proq qo'llarda kuchsizlik kuchli bo'ladi, oyoqlarda nisbatan pastroq bo'ladi. Nimaga qo'l ko'proq zararlanadi? Chunki bilamizki, oyoqni ta'minlovchi homunculus penfildi bor. Homunculus penfildida oyoq nisbatan yuqorida va medialroq joylashadi. Bu sohani anterior cerebral artery qon bilan ta'minlaydi. Shu sababli oyoq nisbatan kuch saqlanib qoladi. Qo'lda esa kuchsizlik ko'proq rivojlanib qoladi. Bemorlarda dominant yarim sharda agar zararlanish rivojlanadigan bo'lsa, ko'proq chap yarim shar yuzaga keladi, chunki ko'p bemorlar unaqa, ularda chap yarim shar dominant bo'ladi. Bunday bemorlarda bizda afaziya ham rivojlanadi. Endi keyingisi bizda shu anterior cerebral artery, ya'ni bu sohada yuqorida aytganimizdek ko'proq oyoqda kuchsizlik ko'proq bo'ladi, qo'lda esa nisbatan kam bo'ladi. Va uchinchi arteriya bizda posterior cerebral artery, ya'ni ko'k rangda berilgan. Bu sohada agar zararlanish bo'ladigan bo'lsa, kontrlateral, ya'ni qarama-qarshi, misol chapda zararlanish bo'lsa, o'ng ko'z tarafda gemianopsiya rivojlanadi, ya'ni ko'zni yarmi, bitta ko'zni yarmida ko'rish buziladi. Xo'p, aytib o'tganimizdek, bizdagi xuddi shunday gipotens holatda ko'rinsa, ichimlik insultini aniqlash juda osonlik tug'diradi. Bu yerda o'sha giruslarni farqini borish qiyin bo'lib qolgan bo'ladi, shishgan bo'ladi, gipotens ko'rinadi. Shu bilan biz ichimlik insulti aytishimiz mumkin, lekin bu ko'proq kechki, ya'ni older, keyingi holatda kechroq rivojlangan holatlarda yaqqolroq ko'rinadi. Bizda kompyuter tomografiyasi erta aniqlashda ba'zan sezuvchanligi past hisoblanadi. Ya'ni 1 soatda 24 soatgacha buni ko'rsatmasligi, patologiyalarni kompyuter tomografiyasi ko'rsatmasligi mumkin ishemik infarktga. Shuning uchun bizda agar kompyuter tomografiya qilganimizda patologiyani topolmasak, bu ishemik infarktni istisno qilmaydi. Ya'ni kontrastsiz qilingan kompyuter tomografiya doim ham yaxshi chiqishligi bizda o'tkir insultni istisno qilmaydi. Mana hozir rasmda ikkita bemorni MCK'dasini ko'rib turibmiz. Demak, bizda ushbu chizib qo'yilgan, shu tarafga qaraydigan bo'lsak, bizda oq va kulrang moddani farqi ham yo'qolgan. Bu yerda total, ya'ni ichki serebral arteriyani, ya'ni o'rta serebral medial arteriyani to'liq okklyuziyasi hisobiga bizda katta zonada отек bo'lib, mana farq ham bo'lib qolgan. Bu tarafda esa, mana o'ng tarafdagi rasmda esa kichkinaroq, ya'ni middle cerebral arteriyada kichkinaroq tarmoqlarida okklyuziya bo'lib, kichikroq joyda bizda ishemiya yuzaga kelgan. Ya'ni bu bemorlar terapevtik okna, terapevtik window paytidagi, ya'ni 3-4 soat bo'lmasdan shifoxonaga tashrif buyurgan. Ba'zida shunday aniqlanish holatlari ham ko'rinadi. Ya'ni bu yuqorida aytdik, doim ham chiqishi yoki chiqmasligi mumkin. Bu o'sha kompyuter tomografiyada patologiya chiqishiga bo'lgan bitta misol hisoblanadi. Demak, keyingi slaydga o'tamiz. Bu yerda e'tibor qilsak, yaxshilab topishga harakat qilib ko'ring. Bu birorta ishemiya belgisi bormi?
Yaxshi opitli mutaxassislar albatta buni ko'ra olishi mumkin, lekin oddiy mutaxassislar, ya'ni yangi o'rganayotganlar buni ko'ra olmaydilar. Demak, biz buni yanayam aniqroq ko'rishga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun bizda boshqa rejimga o'tkazamiz. Undan oldin demak bemorni klinikasiga aytib ketsak, bemorda o'ng taraflama gemiparez va afaziya rivojlangan. Ya'ni katta ehtimol bilan bizda patologiya chap yarimsharda bo'lishi kerak. Keyingi slaydda, keyingi rasmda hozir paydo qilsak, mana demak biz stroke windowga o'tkazsak, mana bizda yaqqolroq ko'rinadi. Bu yerga e'tibor qiladigan bo'lsak, ya'ni chechevitsaобразный yadro deymiz. Shu yadro bu tarafda, o'ng tarafda ko'rinadi, chap tarafda e'tibor qilsak ko'rinmasligini bilishimiz mumkin. Demak, bizda yaxshi harakat qilib ko'rsak, bizda bu tarafda ham mana diqqat qilib e'tibor qilinsa, farqni sezish mumkin. Demak, bizda bilamiz, middle cerebral arteryni penetrating, ya'ni teshib kiruvchi arteriyalar bor. Shu arteriyalarda tarmoqlarida lenticular striate arteriya tarmoqlari bor. Shu tarmoqlarni rasmga e'tibor qilsak, bizda okkluziya, ya'ni front qilishi yoki yerda qon o'tmay qolishi hisobiga bizda bazal gangliyalarda qon bilan ta'minlanishida buzilish hisobiga yuzaga keladi. Shu sababli bizda yuqorida ko'rgan holatimiz bo'lishi mumkin. Bazal yadroning yo'qolishi belgisi o'sha o'rta miya arteriyasi infarktini eng erta belgilari bir hisoblanadi. Ya'ni mutaxassislar shunga oqtarishadi va shuni oqtarishga bazal yadrolar belgisini yo'qolishini oqtarishga harakat qilishlari kerak. Bazal yadrolarni bir-biri bilan farqi yo'qola boshlaydi. Bular o'sha yuqorida aytganimizdek lenticular striate arteriyalarni territoriyasiga to'g'ri keladi. Demak, bu yerda ham e'tibor qiladigan bo'lsak, mana lenticular yadroda aniq ko'rinadi. Bu bemorda ham o'sha o'ng taraflama gemiparez va afaziya rivojlangan. Patologiya bizda ham chap tarafda bor. Ya'ni e'tibor qilsak, bu tarafdagi lentiform yadrolar yaxshi ko'rinmaydi. Undan tashqari bizda insulani ko'rsak, mana sariq holatda belgilab qo'yilgan. Bizda patologik o'ng tarafda insula bor. Chap tarafda esa insula ko'rinmaydi. Yana bunda ham insula o'zi middle cerebral artery va anterior cerebral arteriyani o'rtasida joylashgan watershed, ya'ni qon bilan ta'minlanishi nisbatan kamroq zonaga to'g'ri kelib qoladi. Shu sababli agar biror bir patologiya bu yerda yuzaga kelib qolsa, bizda insula ishemiyaga, infarktga ko'proq beriluvchan bo'lib qoladi. Shu sababli bu belgi ham o'z nomi bor, ya'ni insular ribbon sign deyiladi. Bu holatni ham mutaxassislar tarafidan oqtarilishi kerak bo'lgan bir muhim nuqtalardan hisoblanadi. Bu yerda ham biroz pauza qilib, xuddi shu holatni oqtarishga harakat qilib ko'ring. Ya'ni bu bemorda ham xuddi shu belgi bo'lgan, lekin qaysi tarafdaligini bilishga harakat qilib ko'ring. Agar harakat qilib ko'rgan bo'lsangiz, endi keyingi rasmni ko'rsatamiz. Ya'ni bemorda chap tarafda bizda mana insular ribbon bor, ya'ni insulani ajratish mumkin. O'ng tarafda bo'lsa, mana o'ng tarafda sariqda belgilangan. Bu yerda differensировка qilish qiyin bo'lyapti. Ya'ni bemorda o'ng taraflama ishemiya bizda yuzaga kelyapti. Demak, keyingi belgida keyingi rasm. Bu yerda e'tibor qilamiz. Bu yerda bazal gangliyalarda yaxshi patologiya ko'rinmaydi. Insula ham ikki tarafda differensirovka qiladi. Bunday olib qaraganda xuddiki sog'lomdek ko'rinadi, lekin stroke windowga olib qolishimiz kerak. Olganimizda mana orqa tarafda parietal occipital qismida mana bu tarafda patologiya borligi ko'rinadi. Ya'ni gray white matter, kulrang oq moddani farqlanishi bu tarafga chap yarimsharlarga qaraganda o'ng yarimsharlarga qaraganda qizilda belgilangan differensirovkasi yo'qolgan. Bu oddiy
usulda qaralganda buni o'tkazib yuborish mumkin bo'ladi. Shu sababli ushbu Windows orqali ko'rish mutaxassislarga tavsiya etiladi. Keyingi slaydga o'tsak, demak bu yerda e'tiborda qaratish kerak bo'lgan holat bu mana middle cerebral arteriyalar hisoblanadi. Bu tarafda mana chap tarafdan, bu tarafda esa o'ng arteriya ko'rgan bo'lsangiz oq bo'lib ko'rinyapti. Mana ustiga chizaman, ya'ni ham e'tibor qilish uchun mana bu tarafda bu yerda gipertensiya, ya'ni oq bo'lib ko'rinyapti arteriya. Nega bunday bo'lyapti? Ya'ni e'tibor qilsangiz bu taraf bilan bu tarafni mana bu taraf bilan bu tarafda arteriyani farqi bor. Bu yerda giperdens ko'ringan narsa bu trombdir. Ya'ni tromb bizda giperdens bo'ladi. Arteriyada trombni biz hozir ko'rib turibmiz. Yana bir e'tiborga molik jihat shundaki, bu hozirgi oqarib qolgan tomirlarda dense artery sign deyiladi. Ya'ni bu belgi doim ham patologiya ko'rsatmaydi. 30% gacha patologiya ko'rsatadi, 70% gacha ложно положительный, ya'ni go'g'on musbat bo'lishi mumkin. Ya'ni bemorlar qari bo'lsa, yoshi katta bo'lsa, ularda ateroskleroz holatlari rivojlanib, bu yerda kalsifikatsiyalar bo'lib, unaqa giperdens bo'lib ko'rinadi. Shu bizni chalg'itib qo'ymasligi kerak. Ya'ni hushyor bo'lish kerak bu xulosani berishda. Ba'zida demak xulosa qilib olamiz. 30% gacha bu patologiya bo'lishi mumkin, lekin 70% gacha bo'lmasligi mumkin. Shunga e'tibor qilish kerak. Demak, unenhanced bizda kontrast qilinmagan MCKT hech qachon KT angiografiyani o'rnini bosmaydi. KT angiografiyada tromblar, okklyuziyalar, tomirlarda okklyuziyalar eng yaxshi ko'rinuvchi usul hisoblanadi. Demak, shu yergacha ko'rib o'tgan, gaplashgan gaplarimizni xulosa qilib qo'yadigan bo'lsak, demak bizda quyidagi holatlar kuzatilishi kerak. Ya'ni erta ishemiyani, ya'ni unenhanced CT, ya'ni kontrast qilinmagan kompyuter tomografiyada erta ishemiyani belgilari quyidagilar hisoblanadi. Birinchisi, qon tomir havzasida, ya'ni middle cerebralmi, anterior cerebralmi yoki posterior cerebralmi, shu havzada kulrang va oq modda farqlarini yo'qolib qolishi, ya'ni differensiatsiya yo'qolishi va xiralashishi, achchiq bo'lishi bo'ladi. Ya'ni ularni biz farqlay olmay qolamiz. Ikkinchi holatda bizda zichligini pasayish, ya'ni bazal gangliyalarni zichligini pasayish hisobiga ularni ham farqlarini yo'qolishi ham bizga shu ishemiyani ko'rsatadi. Uchinchi holat insular ribbon sign dedik. Insular lenta belgisini yo'qolishi, ya'ni insularni ajratib olish qiyin bo'lib qoladi. Va oxirgi aytgan gapimiz bu giperintensiv arteriya belgisi, ya'ni arteriyada bundan oldingi holatda ko'rdik, mana xuddi shunaqa arteriyada oq bo'lib giperintensiv bo'lib ko'rinishi bu ham bu belgilardan hisoblanadi. Yana aytib o'tishimiz kerak. Dense artery sign juda ko'p chalg'itib qo'yishi mumkin. Hatto bemorda kamdan kam aniqlanadi. Hattoki bemorda katta tromb bo'lsa ham shu sababli chalg'ib qo'ymaslik kerak. Demak, bizda shu yirik qon tomirlarida zichligini ortishi holatlariga shubha bo'layotgan bo'lsa, KT angiografiya qilish kerak. Shu uni aniq tasdiqlaydi. Bu yerda xuddi hozirgi bo'lgan dense artery signni doim ham ishonchli bo'lmasligiga yana bir misol keltirib o'tib ketsak, e'tibor qiling, qaysi birida 3 ta bemorda kompyuter tomografiyasi berilgan. Shulardan birida bazal arteriyalarda xuddi shu arterial dense sign berilgan. Topishga harakat qilib ko'ring, qaysi birida. Ko'pchilik aytishi mumkin, mana bu yer deb o'ylashlari mumkin. E'tibor qilsangiz oqarib giperdens bo'lib turibdi. Yo'q, aslida esa unday emas. Bu yerda ko'rinib turibdi. Demak, yuqorida aytganimiz singari kompyuter tomografiya qilib ko'rish kerak bemorda, agar shunaqa shubha bo'lgan bo'lsa. Bu arterial dense artery sign ayniqsa baziliar arteriya uchun doim ham ishonchli hisoblanmaydi.
Demak, biz shuncha gapirib o'tdik. Endi kompyuter angiografiyasi haqida ham gapirib o'tishimiz kerak. Kompyuter angiografiyasini eng asosiy vazifalaridan bittasi yirik arteriyalardagi oklyuziyani, ya'ni to'silib qolishini aniqlash hisoblanadi. Bu bizga o'sha terapevtik davolash, endovaskulyar e, bizda shturmni olib tashlash uchun bizda qayerda patologiya borligini aniqlashda juda qo'l keladi. Ikkinchi vazifasi bizda o'sha neyrovaskulyar anatomiyani ko'rish, ya'ni qon tomirlari qanday joylashganligini, uni qanday tuzilganligini, ichki tashqi arteriyalarda stenoz borligini yoki qon tomirlarida stenozlar, aterosklerozlar borligini aniqlash hisoblanadi. Mana siz angiografiyaga tasvir ko'rib turibsiz. Bu holatlarda e'tibor qilgan bo'lsangiz, birinchi chapdagi rasmni muhokama qilib olsak, mana ikkala taraf bilan farqi bor. Albatta, bitta M1 segmentda okklyuziya hisobiga mana bizda qon o'tmayapti va u ko'rinmayapti. Bu tarafda bo'lsa, M2 segmentda okklyuziya borligini hisobiga branch deydi, ya'ni kichkina shoxchalarida kontrast o'tmayapti va u yerda bizda qon tomirlar to'liq vizualizatsiya bo'lmayapti. Keling, shu segmentlar haqida biroz gapirib o'tib ketsak. Birinchisi, bizda 4 ta segment asosan farq qilinadi. Medial cerebral arteriyada birinchisi gorizontal va ikkinchisi insulinal segment. Eng asosiy, ko'proq e'tibor qilinadigan segmentlar M1 va M2 hisoblanadi. Chunki ko'rib turgan bo'lsangiz, M1 mana gorizontal holatda turibdi. Asos hisoblanadi. Shu yerda patologiya orqada aytib o'tdik. Insulyar, kaudal, bazal gangliyalarni qon bilan ta'minlaydi. Bu yerda patologiya katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Ikkinchi segment M2 segment, bu yerda ham insulyar holatda, insulyar segment deyiladi. Insulyalarni qon bilan ta'minlaydi. Uchinchi segment insulyar bo'shlig'idagi yuqoriga o'rta qismini qon bilan perfuziya qiladi. To'rtinchi segment bu kortikal segment, ya'ni kortekslarga perfuziyani amalga oshiradi. Demak, shu zonalar, segmentlarni qaysi birida bizda stenoz, okklyuziya bo'ladigan bo'lsa, shu yerga xos patologiya bizda yuzaga keladi. Yana bir muhim jihatlaridan kompyuter CT angiografiyani muhim jihati bizda demak stenoz, tiqilib qolishlariga ko'proq tromb sabab bo'ladi. Shu trombni qayerdan kelganligini aniqlash ham CT angiografiyani muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Eng ko'p keluvchi bizda tromblar yurak va aorta yog'i hisoblanadi. Shu sababli ko'pgina mutaxassislar bu zonalarni ham kompyuter tomografiyasida skanerировать qilishni tavsiya etadilar. Bu ko'pchilik tomonidan ma'qullangan bir qaror hisoblanadi. Va undan tashqari, CT angiografiyada kerakli bo'ladigan nuqta karotid arteriyani ham ko'rib ketish. Ya'ni karotid umumiy yuqori arteriyasida patologiya bormi, yoki bizda ichki mana yuqori arteriyasida patologiya bormi, yoki tashqi yuqori arteriyasida qandaydir patologiya bormi, buni ko'rishda ham ancha foydali hisoblanadi. Bu sagital kesmasi bemorni ko'rib turibmiz. Mana siz ko'rib turibsiz, strelka bilan ko'rsatib qo'yilgan. Ko'pchilik mutaxassislar o'sha yurakni ham CT angiografiyada ko'rib o'tkazish tavsiya etishadi. Ko'proq chap qorinchani tavsiya etishadi ko'rishni. Mana ko'rib turibsiz, hozir bizda ham chap qorinchada tromb turibdi. Shu tromb insultga, bilamiz, kardioembolik insultga olib keladi. Shu sababli buni vizualizatsiya qilish, ya'ni uni aniqlash ham katta klinik ahamiyatga ega hisoblanadi. Bundan tashqari, bizda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kardioembolik holatlarga aritmiyalar sabab bo'ladi. Turli xil fibrillatsiya, shu holatlar yurakni noto'g'ri urishiga olib keladi va tromblarni ko'chirib yuboradi. Bundan tashqari, bizda aortada ham
tromblar bo'lishi kuzatiladi, ko'p holatlarda aniqlanadi. Bundan tashqari biz slaydimiz qolib ketibdi. Aortada ham patologiyada nostabil blyashkalar bo'lishi mumkin. O'sha yuqorida aytganimiz singari turli xil aritmiyalar, qon bosimi ko'tarilishlari hisobiga bu blyashkalar uzilib ketib, yuqoriga qarab harakatlanishi, turli xil shu miyani qon bilan ta'minlovchi qon tomirlariga tiqilib, bizda ishemiyaga olib kelishi mumkin. Va ba'zi holatlarda bizda patologik holatda aorta disseksiyalari ham aniqlanib qoladi. Bu ham qon tomirlari toraytirishiga va turli xil patologiyalarga olib keladi. Bundan tashqari mana biz garganta kesmalarini ham ko'rib turibmiz. Bu yerda qon tomirlarini joylashishiga e'tibor bering. Foramen vertebralis deb o'tuvchi mana vertebra arteriyalarga ham, bu yerga ham bir nazar tashlab ketish kerak. Undan tashqari ko'rib turgan bo'lsangiz, bizda ichki uyqu arteriyasi mana ko'k rangda berilgan va tashqi uyqu arteriyasi berilgan. Bu tarafda patologiya yo'q, lekin bu tarafga qaraydigan bo'lsak, mana kattalashtirib ko'ramiz. Bizda ichki uyqu arteriyasi, ya'ni o'ng taraflama yaxshi ko'rinmayapti. E'tibor qilsangiz, mana qizilda berilgan joy bu torayish, ateroskleroz, ko'kda berilgan bu bo'shliq, qon tomirida ichidan qon o'tayotgan bo'shliqga e'tibor qiling, juda ham torayib ketgan. Bu torayib ketishi o'zi qon bosh miyaga perfuziyani pasaytirib yuboradi. Tasavvur qiling, bemorda qandaydirki holat bo'lib, gipotoniya bo'lib davleniya tushib ketsa, o'zi qon tomir tor, uni ustiga gipotoniya, qon bosimi pasayib ketsa, miyada perfuziya kamayadi va bu mikroinsult, insultlarga olib keladi. Bundan tashqari, stenoz agar nisbatan normaldan kattaroq bo'lsa, bemorda sinkopal hushdan ketish holatlariga ham olib kelib turadi. Bu torayishda ateromatoz, ya'ni yumshoq to'qima blyashkalari kalsiyda hisobiga yuzaga keladi. Va kalsinat borligiga ular giperdens, giperintensiv ham ko'rinadi. Endi boyagi bemorni zagital kesmada ko'ramiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana bu yerda umumiy uyqu arteriyasi kelyapti. Undan kelib turib, oldiga tashqi uyqu arteriyasi va ichkariga ichki uyqu arteriyasi bo'lib davom etib ketyapti. Endi buni yaxshiroq ko'rish uchun kattalashtirib ko'rsak, mana e'tibor qiling, ichki uyqu arteriyasida katta darajada stenoz yuzaga kelyapti. Juda ham tor, narrowing, ya'ni torayish yuzaga kelgan. Mana bu yerda oqarib qolgan kalsifikatsiyalar, blyashkani ham ko'rib turibmiz. Bu katta risk, katta xavfli holat hisoblanadi. Demak, bu bemorimizda travmatizatsiya yuzaga kelgan va og'ir holatda mana ko'rib turibmiz. Intubatsiya ham qilingan. Bu yerda mana ko'ramiz, yugular, vena, uni oldida kichkina bo'lib tashqi uyqu arteriyasi ko'rib turibmiz. Biroz kattalashtiradigan bo'lsak, mana bizda ichki uyqu arteriyasi ham ko'rinib turibdi. Undagi biroz patologiyani uchburchaksimon holatga e'tibor qilsangiz, bu intima flap deyiladi. Ya'ni shu patologiya hisobiga disseksiya, ya'ni yirtilish yuzaga kelgan va intima ichkariga bo'rtib chiqib qolgan. Bu juda ham xavfli holat hisoblanadi. Bu yerda ham travmatizatsiya hisobiga tromblar yuzaga kelishi va bu tromblar keyinchalik devorni bekitib qo'yishi yoki yuqoriga qarab oqib, qayergadir tiqilib, insultga sabab bo'lishi mumkin. Demak, karotid arteriya disseksiyasi bu ichki karotid uyqu arteriyadagi devorni yirtilish hisoblanadi. Bu oqibatda qon arteriya devorlari orasiga qon sizib kirib, demak, qon tomir bo'shlig'ini toraytirib tushishiga olib keladi. Demak, xuddi shu bemorni tasvirini ko'rib turibmiz, faqat biroz yuqoriroqda olingan kesmada. Demak, biz ikkita topilma topamiz. Birinchisi shu hozir aytganimiz dissection flap bo'lgan, yana bittasi haqiqiy bo'shliq, ikkinchisi false bo'shliq hisoblanadi. Bu kesmada qaysi biri haqiqiy bo'shliq va qaysi biri yolg'on, soxta bo'shliq ekanligini aniqlab olish hozir qiyin. Ikkinchi topilma bo'lsa, chap, mana ko'rib turibmiz. Chap
tarafdagi internal karotid arteriyani torash hisoblanadi va bu mural gematoma, ya'ni devor oldi gematomani hisobida yuzaga kelyapti. Qon tomirini ezib, toraytirib, qisib qo'ymoqda bu yerda. Bu ham qon tomirini torayishiga olib kelyapti. Pastdagi rasmga e'tibor qiladigan bo'lsak, shu qon tomirlari bilan bog'liq turli xil patologiyalarda vizualizatsiya uchun bir shablon berilgan. Birinchi holatda hozir gapirganimiz, ya'ni qon tomirlarini qavatlarini orasiga gematoma, qon kirib qolish hisobiga yuzaga kelgan holat. Bu ham qon tomir toraytiradi. Ikkinchi holatda hozir gapirishayotganimiz intima flap deyiladi, ya'ni intima qavatini yirtilib, uni orasiga qon tomirlari, qon kirib qoladi. Keyingi holatda bu anevrizma, psevdoanevrizma rivojlanishiga olib kelish holatlari diagrammada berilgan. Bu oklyuzlar, ya'ni to'liq bekilib qolishlari va to'liq qon tomirini yirtilib zararlanishiga ko'rsatilgan. Hozirgi bemorimizni sagittalik kesimida ko'rib turibmiz. Mana sliderda berib qo'yilgan пристаничный gematoma, ya'ni qon bemorda travma bo'lgan. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu internal karotid arteriya qon tomirlari suvaylak ichidan o'tadi va suvaylaklarda juda o'striy holatlar yuzaga keladi va ular travmani hisobiga o'tkirlashib, qon tomirlarini yirtib qo'yishi, kesib qo'yishi holatlari bo'ladi. Mana har bitta holatlar zoom qilib kattalashtirib berilgan. Qon tomirlari kesilib, qon tomirlari ichki qavatlariga qon quyilib, qon tomirlarini bo'shliqlari ancha torayib qolgan holatlariga ko'zingiz tushib turibdi. Demak, servikal arterial disseksiya yosh bemorlarda insultning eng keng tarqalgan sabablaridan biri hisoblanadi. 45 yoshdan kichik bemorlarda insultlarning 20% tashkil qiladi. Ular spontan, travmatik bo'lishi mumkin. Bundan tashqari insultlar bemorlarda kollegenozlar, Marfan sindromlari bor bemorlarda ham rivojlanishi mumkin, chunki ular ham risk gruppaga kiradilar. Demak, bu haqda gaplashib oldik. Keyingi holat bizda MCKT perfusion, CT perfusion rejimi hisoblanadi. Demak, buni ham ko'rib chiqsak. Demak, CT perfusion qanday amalga oshiradi? Bemorlarda skaner qilamiz. Skaner qilishdan oldin biz yod venalar ichiga yodli modda yuboramiz. Yodli modda yuborib, bemor miyasini bir necha marotaba skaner qilamiz. Demak, kontrast jo'natganimizdan keyin bemorni aytib o'tdik, qayta turli xil kesmalarda skaner qilamiz. Bu bizga nima beradi? Demak, biz yodni kiritdik, quyidagi tasvirlar hosil bo'ladi. Ya'ni mana ko'rib turibsiz, yangi olingani 0 sekund, keyingi tasvir 10 sekundda borgan sari yod kontrast modda miya parenximasidan o'tib boryapti va bizda tasvirlar aniqlashib boryapti. Mana ko'rgan bo'lsangiz, sekin-sekin aniqlashib boryapti va sekin-asta u 30 sekundga borib yo'qola boshlaydi. Va bu olingan tasvirlarni turli xil obработкаlar qilinadi. Obработка qilingandan keyin turli xil holatda quyidagi tasvirlar bizda hosil bo'ladi. Demak, kompyuter o'zining algoritmlari hisobiga turli xil bizda perfusion map, ya'ni perfuzion kartalar hosil qilib beradi. Bu perfuzion kartalar orqali parenximada qon tomir basseynlarida qanday perfuziya amalga oshirilayotganini bizda ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Biz hozir keyin yana ham aniqroq to'xtalib o'tamiz. Demak, CT perfuziyadan maqsad nima? Bizda ishemiya yuzaga kelgan holatlarda yadro va penumbra degan tushuncha kiritiladi. Yadro bu demak miyani o'sha o'lib bo'lgan qismi, infarktga yuzaga duchor bo'lgan qismi, ya'ni bu yerda o'sha tiklab bo'lmaydi bu joyni. Biz shu yerni yadro deymiz. Penumbra esa o'sha yadroni atrofidagi sekin asta o'lishga qarab ketayotgan hujayralarni biz penumbra deymiz. Demak, bizda yadro penumbrani saqlab qolishimiz mumkin. Demak, bizda shuni ajratib olishimiz uchun katta ahamiyatga ega holat hisoblanadi. Biz CT perfuziyani qilishimizda biz keyingi prognozimiz, kasalni qanday olib borishimizga ham katta
yo'l ko'rsatuvchi bir mayoq vazifasini bajarib beradi. Demak, biz ushbu City Perfusion'ga qisqaroq to'xtalib o'tamiz. 3 ta bizga kerak bo'ladigan kartalar kerak bo'ladi. 3 xilini ko'rib o'tamiz. Birinchisi Mean Transit Time. Demak, bu nima degani? O'rtacha tranzit vaqti kontrast moddani kapillyar tarmoqdan o'tib ketish uchun ketadigan vaqt deyiladi. Demak, o'rtacha tranzit vaqti bizga bu joy bizga gipoperfuziya holati bormi yoki yo'qligini ko'rsatishda katta ahamiyatga ega. Bu yerdagi bizda yodni parenximaga o'tish uchun ko'p vaqt ketayotganini ko'rsatyapti. Ya'ni bizda kattaroq qon tomirlarida okklyuziya yuzaga kelganini bildiradi bu. Ikkinchi holat bu cerebral blood flow, ya'ni miyadagi qon oqimi ma'lum vaqt birligida miya to'qimasidan o'tayotgan qon hajmini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich 100 gramm miya to'qimasi uchun millilitrda qancha qon oqayotganini ko'rsatuvchi bir litr. Agar ushbu kabi holatni ko'rayotgan bo'lsangiz, biz ya'ni bu yerda ishemiya bo'lishi kerak degan xulosaga kelishimiz mumkin. Lekin siz aniq ayta olmaysiz, bu yerda penumbra qanchalik, yadro qanchalik ekanligini aniq aytish qiyin. Va uchinchi holatda biz cerebral blood volume'ni ko'rib turibmiz. Ya'ni miyadagi qon hajmi ma'lum miqdordagi miya to'qimasiga to'g'ri keladigan qon hajmini bildiradi. Demak, ushbu holatda ham qoraygan joy kichrayganligini ko'rayotgan bo'lsak, biz bemorda kollateral holatda qon aylanish yetarli emasligini aytishimiz mumkin. Demak, bu yerda gapirilayotgan gaplar juda qonun qoidasiga keltirib gapirilmagan, ya'ni eshituvchi uchun soddaroq qilib gapirilgan. Endi bizda keyingi holatda cerebral blood flow, miya qon oqimi bilan miyadagi qon hajmini solishtirganimizda o'rtasida nomutanosiblik va bir-biriga mos kelmaydi. Demak, bu yerda infarkt rivojlanib bo'lgan, ya'ni biz yadroni ko'rib turibmiz. Demak, biz endi boshqa bemorni ko'ryapmiz, bu yerda ham ko'ryapmiz. Mean transit time, o'rtacha transit time bu yerda oshgan, ya'ni gipoperfuziya ushbu qizargan joylarda yuzaga kelyapti. Ya'ni bu yerda qandaydir muammolar bor. Ya'ni muammoki chap middle cerebral arteriyasida stenoz, shu kabi holatlar, patologiyalar kuzatilyapti. Demak, ikkinchi rasmga qarasak, cerebral blood flow, ya'ni miya qon oqimini ko'rsak, bu yerda o'zgargan holatni ko'rib turibmiz. Bu yerda demak qandaydir patologiyalar ketyapti. Endi cerebral blood flow, ya'ni miyadagi qon hajmini ko'rsak, bu ikkovi bilan ancha ikkosida farq qilyapti. Bu ikkovsi o'rtasida nomutanosiblik, ya'ni bu yer bizga penumbrani ko'rsatmoqda. Demak, nomutanosiblik bu yerda yo'q. Demak, ikkovsi bir xil edi. Mana bu yerda ko'rsak, bu yerda yadro bor, bu yerda nomutanosiblik va bu yerda bor. Demak, bu kattaroq, bu yer ko'kargan joyroq, nisbatan kichkinaroq. Demak, bizda hali ham saqlab qolish mumkin bo'lgan zonalar bor. Bu penumbraga dalolat qiladi. Ya'ni hali hujayralarni saqlab qolish mumkin. Kompensator mexanizm yuzaga kelyapti. U yerda qon bilan ta'minlash oz bo'lsa-da saqlangan. Demak, oxirgi xulosa qilsak, 3 xil holatni gapirib o'tirishimiz kerak. Ya'ni 3 xil holatda kompyuter tomografiya qilinadi. Ya'ni kontrastsiz kompyuter tomografiya. Bunda biz gemografiyani sinov qilishni ishlatamiz. Bundan tashqari erta infarkt belgilarini aniqlaymiz. Lekin aytib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, agar kontrastsiz qilingan kompyuter tomografiyada ba'zan kompyuter tomografiyada ishemiya ko'rinmaydi. Demak, ishemik insultga sezuvchanligi kontrastsiz MCTdan past hisoblanadi. Ikkinchisi CT angiografiya, bu katta qon tomirlaridagi to'silishni aniqlashda foydali va ikkinchi darajali vazifa trombni sababini qidirishda bizga juda katta qo'l keladi.
Demak, kompyuter tomografiya, angiografiya holatlari o'tkazilganda bizda o'sha endovaskulyar amaliyot bajarish kerak bo'lsa, ya'ni qon tomirda o'sha patologiyani tomirni kengaytirib chiqish kerak bo'lgan operatsiyalar bo'ladi. Shunda ham juda foydali hisoblanadi. Va oxirgisi catheter perfusion, ya'ni ssintigrafiya ham deyiladi bu. Katta qon tomir dozajlar o'tkazib yuborish ehtimolini yana ham kamaytirib beradi va aytib o'tganimizdek, yadro va penumbrani ajratib ko'rsatishda juda ham bizga foydali hisoblanadi. Shuning bilan ushbu videomiz o'z yakunasiga yetdi. Bizda bu o'tkir ichimlik insultini vizualizatsiya qilish juda ham soddalashtirilgan holatda gapirib o'tdik. Turli xil texnik xatolar bo'lishi mumkin. Uning uchun uzr so'raymiz. Biz ham oddiy nevropatolog sifatida turli xil manbalardan tavsiya qilgan holatda ushbu video darsni tayyorladik. Ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasiz va yaqinlaringizga ulashib qo'yasiz degan umiddamiz. Kerak bo'lsa bizni shaxsiy kanalimizga va yoki neurologiya kanalimizga, Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. U yerda ham qiziqarli mavzularni o'rtoqlashib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.